Milliy sertifikat 2025. Integral 0 dan pi taqsim 4 gacha sinus 6-ilzosida x taqsim kosinus 8-ilzosida x kosinus 8 daraja x dx. Xo'p, nima qilamiz? Buni oldin ikkitaga bo'laklab olamiz. Sinus 6 daraja x taqsim kosinus 6 daraja x ko'paygan 1 taqsim kosinus kvadrat x dx 0 pi taqsim 4. 1 taqsim demak sinus taqsim kosinus t deb olsak, tanginus x barobar t hoslab olsak 1 taqsim kosinus kvadrat x dx dt. O'rni olib kelib qo'yamiz. 0 dan pi taqsim 4 gacha t ni 6-si dt. Xo'p, t ni 6-sidan boshlanish olsak, t 7 taqsim 7 0 dan pi taqsim 4 gacha. O'rniga keltirib qo'yamiz. T ni o'rniga tanginus x, tanginus 7 daraja x taqsim 7 0 dan pi taqsim 4 gacha. Pi taqsim 4 ni qo'yganimizda tanginus pi taqsim 4 1, 1 ni 7-si 1, 1 taqsim 7 minus 0 ni qo'yganimizda tanginus 0 dan 0. Javob 1 taqsim 7.